Assalamualaikum. Biz oldingi darslarimizda davriylikninki shartli davriylik degan cho'qil shakli bilan tanishib chiqqan edik. Bugun endi biz davriylikning ichida eng ko'p qo'llaniladigan for davriyligining bir qancha xil shakli bilan tanishib chiqamiz. For jumlasining qurilmasi dastlabki qiymatini beramiz. Bu forda izolangan o'zgaruvchininki. Ikkinchi qatimda shuningga bir shart beramiz. Qaysi doirada o'zgaradiganligi haqida. Ondan üçüncüsü bu davriylikninki qadamini belgilaymiz. Qadam degan, masalan, qadami ortamdo yoki kemiyamdo. Andan keyin bu qadam birdan atlamdo yoki ikkidan uchdan degandek shunday qimmat bilan atlamdo. Shu narsani bekitamiz. Endi amaliy misoldan birini ko'rib boqaylik. Bu for jumlasida ifoda etish uchun for deb yozib bo'lgandan keyin tirnoqning ichiga o'zgaruvchi ism qo'yamiz. Masalan, ay deb ism qo'ygan bo'lsak, ayning qiymati dastlabki qiymati 1 deb bekitdik. Ondan cheklik 5 qo'yib o'tib, bu ayning qiymati nega qiymat olganligini shartdan birini qo'yib qo'yamiz. Doirasi masalan 10 dan kichik bo'lsa, ondan keyin uchinchisi bu ayning qiymati qanday shaklda eshib boradi. Buning qadimini bekitamiz. Plus desek, bu eshib boradi, qiymati 1 dan oshadi. Endi bundaq berib bo'lgandan keyin bu o'tirtirnoqning ichiga biz bu ifodamizni yozsak bo'ladi. Masalan, biz ayning qiymatini besib chiqarib, bu davriylikning qanday ishlaydiganini tushunib boqaylik. Document write dedik. Ondan ay deb buni besib ko'rib boqaylik. Ijro qilsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deb birdan tortib 9gacha raqamni besib chiqadi. Bu ishlash prinsipi qanday bo'ldi desanglar, dastlabda ayning qiymati 1 dan boshlandi. Ondan bu 1 degan xuddi biz bu while loopda shadlik davrilanishda while orqali ma'ning qiymatini tekshirgan paytida miyadimi ayning qiymatini bu biz chek qilib bekitgan 10 bilan selishtirdi. Endi 10 dan kichik bo'lgan sharoitda buning qiymati 1 dan ortib mavdu. Shuning bilan 1 dan tortib 9gacha son besilib chiqadi. Ya'ni 9 qatim davrilandi bu. Endi biz buni 100 qilsak 1 dan tortib 99gacha son besilib chiqadi. Bu 99 qatim davrilanishni amalga oshirgan bo'ldik. Agar bu har qatim besilgandan bir quruq qilib mustaqil bir quruqqa chiqarmoqchi bo'lsak, ay qo'shimiz deb tirnoqning ichiga HTML ning quratiladigan BR degan hash belgisini qo'yib qo'ysak, bu mundaq har bir son bir quldan bo'lib chiqdi. 1 dan 99 sonni besib chiqadi. Bu davriylik jumlasining birinchi xil shakli endi. Ikkinchi xil shaklda biz endi cho'ng qiymatdan kichikka davrilan demoqchi bo'lsak, masalan 100 dan tortib bu chog'da ta'tir bo'ladi. Qiymati 0 dan cho'ng bo'lgan sharoitda davomlashsin deb buning qiymatini endi kamaytirib olmoqchi bo'lsak, minus desak, bu chog'da 100 dan tortib 1gacha sonni besib chiqadi. Demak, bu davriylikni ta'tir mang'izishning usuli. Demak, bu davriylikning ta'tir mang'izishning usuli. Endi agar biz 1 dan tortib 10gacha bo'lgan sonning ichidagi 1 dan tortib 10gacha bo'lgan sonning ichidagi taqsollarni besib chiqarmoqchi bo'lsak, bu chog'da mana eshib borgan qiymatni 2 qilib qo'ysak, 1 dan boshlandi, eshib borgan qiymati 2 bo'ldi. 1 dan tortib 9gacha degan ekan, 10 dan kichik deb yozsak, 1 dan tortib 9gacha bo'ldi. Endi qarasak 1, 3, 5, 7, 9 degan besib chiqadi. Buni quratilib ketay. Mana taqsonni besib chiqadigan bo'ldi. Endi 3 dan atlatmoqchi bo'lsak, buni bunda qilsak,
1 4 7 dep anda şekilde devriylik aşınaq şurdu. Demek ma devriylik cümlesinin 3 bölü 2. Birincisi deslepki kıymetini bekliyordu. İkincisi kıymetinin dairesini bekliyordu. Üçüncüsü o devrilikninki kadimini. Bu birden kadem alamdı yoki boshqa 2 yoki 3 degandek boshqa sonlarni alamdi. Ondan bu qadam ish boradigan qadammi yoki kelmaydigan qadammi? Shu narsalarni hammani 3-chi bo'lakda bekitamiz. Endi bu for jumlasiniki eng oddiy ishlatilishi. Endi davrilikni qatma-qat ishlatadigan ahvollar uchraydi. Masalan, biz mau 1dan tortib 9 sonni besib chiqadi hozir. Buni 1dan tortib 9 sonni 10 qur besib chiqarmoqchi bo'lsak, endi buni yana bir davrilikning ichiga olsak, for endi inning qimmati 1 11 dan kichik bo'lganda desak, 1 dan 11 ga davrilanadi. Demak, 11 10 qimmat olgan ekan, 10 qur besish maqsadiga bo'ldi. Endi bunga n plus deb. Endi mau birinchi davrilikning ichida ikkinchi davrilik davrilanadigan. Mana shu şekilde qilsak, bu mau 1dan tortib 9gacha sonni bosadi. İchidagi davrilik 1dan tortib 9 sonni besib bo'lgandan keyin endi biz bir quratlash belgisi qilib etsak bu yerga bu chog'da bir quratlash belgisini besib bo'lgandan keyin yana 1dan 9gacha sonlarni bosadi. Ondan keyin yana bir qatim quratlaydi. Ondan yana 1dan 9gacha sonni bosadi. Shunday qilib bu 10 qur 1dan tortib 9gacha sonni bosadi. Natijani ko'rib boqaylik. Ana qursani qarasanglar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu endi davrilikning bunda qatma-qat ishlatilishi. Bu qatma-qat davrilik bilan har xil shakllarni chiqarib mashq qilsanglar, to'g'rida buningki har xil mashqlar bor. Shu mashqlarni mashq qilsanglar, endi bu qo'sh davrilik, davrilikning qanday ishlaydiganligi to'g'risida qilganingizda yaxshi hukm shakllandi. Mana sonning o'rnida biz yulduz belgisi bossak, 10 qurma yulduz belgisi chiqadi-ku. Endi masalan, bu yulduzlarni birinchi qurda 1 yulduz, ikkinchi qurda 2 yulduz holatda besib chiqarmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz desanglar. Masalan, mana shart jumlasining ichidagi mana ikkinchi qurda besilib chiqadigan narsaning ichiga biz mana sirtdagi davrilikning sonini olsak, masalan, mana in degan qurni bor emasmi? Birinchi qur, ikkinchi qur, uchinchi qur. Birinchi qur bo'lgan chog'da bir tal besib chiqarish uchun ayning qimmati 0 dan tortib ingacha davrilansa bo'ladi deb. Mana qilsak masalan, bunda birinchi qurda 1, ikkinchi qurda 2, uchinchi qurda 3, to'rtinchi qurda 4 mana shaklda bir 3 qulon chiqdi. Endi bu 3 qulonni masalan ta'tir chiqarmoqchi bo'lsak, ta'tir shaklini chiqarish uchun qanday qilamiz desanglar, bu chog'da birinchi qurda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal yulduz. Ondan keyin eng oxirgi qurda bir tal yulduz chiqarmoqchi bo'lsak, buning shartini mana 0 dan tortib 11 olamiz in desak masalan. 11 dan in 1ni olgan chog'da birinchi qatimda 10 tal bo'ldi, ikkinchi qatim 9 bo'ldi, uchinchi qatim 8 bo'ldi. Shunday qilib, mana 3 bilan ta'tir shaklida besildi. Qaranglar. Endi for jumlasiningki ikkinchi xil shakli for in deydigan yana bir xil shakli bor. For in degan nima desanglar? For in degan for deb tirnoqning ichida vatal o'zgarguvchi beramiz. U ikkinchi bir xil obyektning ichidagi elementlarni bir-birlab chiqarib beradi bizga. Masalan, misol qarasanglar, for property in navigator debda document right property deb bu
navigator degan narsaning ichidagi xosliqlarni bir-birlab besib chiqaradi ekan. Biz qarab boqaylik, bu jumlani ko'chirib ijro qilib boqaylik. Yaqsanlar, bu navigator degan JavaScript'dagi bir obyektning ichidagi butun xosliqlarni besib chiqarib beryapti. Biz keyingi darslarda obyekt, qator, tizimlik degandek hukmlarni o'rgangandan keyin shu tizimlikning yoki qatorning ichidagi butun narsalarni besib chiqarishda shu for in jumlasi es qochadi. Uni endi biz shu vaqt kelgan chog'da tafsiliy tushundirsak bo'ldi. Endi bugungi darsdagi uchinchi bir tanishtiradigan narsamiz davriylikning kontroli. Davriylikning kontroli degan nima desa, davom qilayotgan davriylikni oraliqda to'xtatish yoki oraliqda ma'lum mashg'ulotlardan atlab o'tib ketish degandek ishlarni bajarish bu davriylik kontroli bo'ldi. Masalan, misol qarasanglar, while degan bir davriylik berilibdi mana. X'ning dastlabki qiymati 1 ekan, x 20 dan kichik bo'lsa, bu davriylik davomlashadi ekan. Lekin x 5 dan bo'lsa, break debdi ma'ni. Davriylikni buzib chiqib ketgan gap bo'ldi, break degan. Unda bo'lsa, garchi biz uch qismda 20 gacha bergan bo'lsak-mo, o'tirdi bir yerda break degan narsa bo'lganlik uchun bu chekinib chiqdi. Biz buni avliy misolda ko'rib boqaylik. Masalan, biz inning dastlabki qiymatini 1 qilib, while shartli davriylikdan birini olaylik. Inning qiymati 10 dan kichik bo'lsa, bu inni document write besib chiqarib bersin. Besib chiqarib bergandan keyin inning qiymatini 1 dan orttirib olsin. Bunday bersak, birdan tartib 9 sonini besib chiqarib beradi. Endi birdan tartib 9 sonini besib chiqarib beradigan yerga biz shartdan birini qassak, masalan, agar inning qiymati 7 bo'lsa, bu oxirlashtirib beradi. Davriylikni break degan narsani bersak, masalan, endi qanday bo'ldi desanglar, 6 bo'lgan chog'da bu 6 o'g'cha bosdi, 7 bo'lgan chog'da break degan narsa bo'lgan ekan, buni oxirlashtirib o'tdi. Shuning bilan 7 besilmadi. Bu hamda break jumlasiningki ishlatilishi. Bu hamda for jumlasine o'xshash. Qaranglar. Masalan, for biz inning qiymatini, dastlabki qiymatini 1 deb beraylik. Ondan inningki doirasini bu 10 dan kichik deb beraylik. Ondan inning qiymatini 1 dan eshitmadan qilaylik. Eshitmadan qilib, bundan o'xshashlar document write deb inning qiymatini besib chiqargan qilsak, bu bayotdan while jumlasidek bizga 1 dan 9 sonini besib berdi. Endi buningga biz agar inning qiymati 7 bo'lsa, break deb davriylikni buzib o'tdi deb mana shaklda bersak, bu o'xshashlar 1 dan 6 qiymatni besib chiqardi. Demak, endi bu davriylik kontroliningki birinchi ishlatilgan shakli shunday. Oraliqda masalan biz davriylikni oxirlashtirmoqchi bo'lsak, uni breakni ishlatib oxirlashtirsak bo'ldi. Endi ikkinchi bir narsa, endi bu continue deb davriylikni ostiga o'tmay davomlashtirmoqchi, keyingi qiymatini oldigan qilmoqchi bo'lsak, continue'ni ishlatsak bo'ldi. Endi continue'ni qanday ishlatamiz desanglar, masalan, mana 7 bo'lsa break dedik-ku, breakning o'rniga continue qo'yib qo'yaylik. Continue qo'ysak, 1 dan tortib 6 sonini besib chiqardi. 7 kelgan vaqtda continue degan ekan, bu pastga o'tmaydi. Davom qildi, ya'ni 7 dan keyin
8 degan qimmatni oladi. 8 degan qimmatni olgan chog'da 8 ni besib chiqdi. Shuning bilan bu 1 dan tortib 6 gacha sonni besib bo'lgandan keyin 7 dan atlab o'tib ketib 1 2 3 4 5 6 8 9 deganni besib chiqadigan bundoq natija chiqadi bizga. Bu endi continue'ninki qo'llanishi. Ya'ni continue kelgan vaqtda davriylik o'zgarayotgan davriylikninki o'zgarguvchisi keyingi qimmatni oladi. Bu astidagi qurulni ijro qilmaydi. Bu endi continue bilan breakning ishlatilishi. Endi bu qo'sh davriylikning ichida masalan sirtqi davriylikni to'xtatib o'tmoqchi bo'lsak biz ammo break desak shu navbatdagi davriylik to'xtaydi. Endi uni sirtidagi davriylikni to'xtatib o'tmoqchi bo'lsak, uningga bir xat kuch belgilab qo'yishimiz to'g'ri keldi. Xat kuch qanday belgilanadi desanglar, bu 10 qur yo'ltizni bosadigan programmamizning ichida biz bu 5 tal yo'ltizni besib bo'lgandan keyin buni to'xtatib o'tmoqchi bo'lsak, bu chog'da bu qaysini to'xtatish, ichidagini to'xtatamdiq, sirtdagini to'xtatamdiq. Masalan, sirtdagini biz sirt deb bir tal xat kuch belgilab qo'ydik. Ichidagiga h deb bir tal xat kuch belgilab qo'ydik. Endi masalan j ning qimmati 5 bo'lgan chog'da break desak, bu ichidagi davriylikni to'xtatdik. İçidagi davriylikni oxirlashtirdi. Bunda bo'lgan chog'da bu 5 tal yo'ltiz besib chiqadigan, har bir qurda 5 tal yo'ltiz besib chiqadigan bo'ladi. Qaranglar. Mana. Endi agar biz bu 5 tal yo'ltizni besib chiqargandan keyin sirtdagi davriylikni to'xtatib o'tmoqchi bo'lsak, break deganning keyiniga sirtdagi davriylikni xat kuchi bo'lgan sirt deganni yozsak, u chog'da qanday qildi desanglar, sirtdagi davriylikni to'xtatdi. Shuning bilan 5 tal yo'ltiz bosgandan keyin davriylikning hammasi oxirlashadigan gap. Shunga endi xat kuch qo'yib davriylikni to'xtatmoqchi bo'lsanglar, shu davriylikning oldiga xat kuch qo'shib qo'ysizlar. Xat kuch qo'shish usuli bir xat kuchga bir ism qo'yib, keyiniga qo'sh chek qo'yib qo'ysanglar, shuni xat kuch deb to'naydi. Endi bu break degan qurni men elib etib, buni asliga keltirib qo'ydim. Asliga keltirib qo'yib, endi biz 5-qurga kelgan chog'da 5-qurda bir tallam yo'ltiz besib chiqarmoqchi bo'lsak, qanday amalga oshirmaymiz desanglar, uni 5-qurga kelgan chog'da bir tallam yo'ltiz besib chiqarmoqchi bo'lsak, bu chog'da if deb ayning qimmati 5 bo'lgan chog'da hamda j ning qimmati 1 bo'lgan chog'da break desak, 5-qurga kelib birinchi yo'ltizni besib chiqargandan keyin bu davriylikni to'xtatdi. Qaysi davriylikni to'xtatdi? Biz keyinga xat kuch qo'shmaganligimiz uchun bu ichidagi davriylikni to'xtatdi. Bunda bo'lgan chog'da 5-qurga bir tallam yo'ltiz belgisi besib chiqarishni amalga oshirgan bo'ldik. Bu endi xat kuch orqali ichki yoki tashqi davriyliklarni kontrol qilishning usuli. Bugungi darsimiz bu yergacha bo'lsin. Endi bu daqiqlik darsimizda biz funksiyani boshlab ketamiz. Allohga emanet.